Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Güç Qararlıq Tor söhbətinin 8-ci qıtımı söhbətiga xoş geldinglar. Ben Mukarram Qurban, avval hammanglarga chin yurakdan salam yollayman. Bugünkü söhbətimizdə Norvegiya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Baxtiyar Ömer biz bilan birga. Hürmetli Baxtiyar Ömer efendim, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Avval özünüzü bir kısaca bizga tanıştırgan bolsanız. Mening ismim Baxtiyor Ömer, kasbim advokat, vatanda 8 yil advokatlik bilan shug'ullangan, o'zim Urumchida. 2008 yili Norvegiyaga kelib o'tiraqlashgan, shuningdan keyin 6 oydan keyin Norvegiya Uyg'ur jamiyatiga, Uyg'ur komitetiga o'zim iltimos qilib kirgandan beri shu Norvegiya Uyg'ur komitetida xizmat qilib kelyapman. 2017 yildagi saylamdan keyin Norvegiya Uyg'ur komitetida raislik xizmatini olib beryapman. Ham shu vaqtda 2017 yildan boshlab biz Dünya Uyg'ur qurultoyininki chaqiriqiga binoan shu lagerda tutilgan ziyolilarning, ya'ni sarxillarimizniki arxivini to'plab shu xizmatni qurultoyga yordamlashib qilib kelayotgan edik. Keyin bu xizmatniki lagerlarning ko'lamining cho'ngayishi, shaklining o'zgarishi ham tutilganlarniki millionlab yetishib ketganligi uchun keyin bu xizmatniki qiyinlik darajasi o'sib ketdi. Ya'ni bu ishdan sirtqa qildigan bir xizmatdan maxsus shtatlik xizmatga o'zgartdik. Ya'ni bu Amerika demokratiyani ilgari surish jamiyatininki iqtisodiy jihatda qo'llashi bilan Uyg'ur adliya arxiv ombiri deb maxsus bir organ qurilib, Norvegiya Uyg'ur komitetininki sekretari Adiljon ikkimiz bu xizmatni mas'ul bo'lib qilib kelyapmiz. Uyg'ur adliya arxiv ombirininki 2019 yili 7-oyda rasmiy tasdiqlangan, hozir 1 yil bo'lib 1 oy oshdi. Xizmatlarimiz nihoyat yaxshi ketyapti. Rahmat. Siz Norvegiya Uyg'ur Cemiyeti'nin reisi, qachon reislik saylandınız? Saylangandan bu yanqi qilgan bir ishlaringizdan bizga azroq bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Rahmat. 2017 yilninki oxirida Norvegiyada bir saylam bo'lib o'tdi. Shu saylamdan keyin Norvegiya Uyg'ur komitetining raisligiga jamoatning qo'llab-quvvatlashi bilan saylanib chiqdim. Buning uchun Norvegiyadagi barliq qarindoshlarimizga rahmat aytaman. Bir tashkilot bo'lish sifati bilan bu bir odamning kuchi bilan ma'nodan ish emas. Norvegiya Uyg'ur komitetida biz hozir 7 hay'at a'zosi bor. Shu qarindoshlarimizniki bir nafasda tang bir yoqidan bosh bir yondan qo'l chiqarib tang tirishchanligi bilan hozir 4 yilga yaqinlashib qoldi. Nihoyat yaxshi xizmatlarni ishlab keldik. Ham jamoatniki nihoyat cho'ng qo'llashi ham e'tirof qilishiga erishdik. Dünya Uyg'ur qurultoyi Norvegiya Uyg'ur komitetini bir necha qatim xizmatlarniki yaxshi ishlanganligi bilan iqtisodiy va ma'naviy jihatda mukofotlab kelyapti. Ham bizning qilgan xizmatlarimiz eng oldi bilan shu tashkilot xizmatini sistemalashtirish. Ham biz hammamiz deymiz bu sistemalashtirish deb, chunki bizmi Uyg'ur tashkilotlariniki va alohidligi har qatim rais almashgandan noldan boshlaydigan bir odatimiz bor. Bizniki maqsadimiz shu noldan boshlashni yo'qotish Norvegiyada. Sistemlashtirish degan chog'da biz oldi bilan kimning nima xizmat qildiganligi, xizmat rayoni, shundaqla mas'uliyatini bilib oldik. Buningdan boshqa har bir odam o'zining xizmatining mas'uliyatidan chiqqandan boshqa atrofdagi jamoat va o'zi turishlik rayondagi kishilarga ham tashviqot ham aloqaga mas'ul bo'ldi. Shu orqali bizniki burungi vaqtlarda hamda hammamizga ayon Uyg'ur masalasi Yevropada xil ko'z ko'ringan bo'lsa-mu, parlament va hukumat tarafdan unchalik qo'llashga erishib ketolmagandi. 2017 yildan keyin bizniki eng asosli tutib qilgan xizmatimiz shu
Norvegiyadagi kishilik huquq tashkilotlari va parlament a'zolari, shundaqla hukumat tashqi ishlar ministri qatorliq o'rinlar bilan zich munosabat o'rnatdik. Shundaqla Norvegiyadagi chet elninki boshqa konsulxonalar bilan, bir qism konsulxonalar bilan yaqin munosabatni saqlab kelyapmiz. Chunki bizningki xizmatimiz ham jamoat xizmatidan o'rlab siyosiy xizmatga, ya'ni tashkilotlararo munosabatga taraqqiy qilib, nihoyatda tez bir yilning ichida bu vazifalarni o'rindab tugatdik. Aslida biz 4 yillik planni o'ttirib qo'ygan chog'da men shu chog'da raisam heyet a'zolari bilan 4 yillik xizmat planini o'ttirib qo'ygan, lekin bu xizmatlar 9 oyda ayni vaqtda amalga oshirildi. Xizmatlarimiz bag'asir ko'lamlashgandan keyin bizniki tashkilotlar va siyosiy partiyalar bilan bo'lgan xizmatimiz kengaygandan keyin bu xizmat bag'asir tasishga yuzlandi. Ya'ni muqim vaqtga, ya'ni kunduzi chiqirdigan, ishdan sirtqi qildigan xizmatdan xizmat vaqtida qiladigan, ya'ni muqim stajliq bir odamlarga ehtiyojimiz tushdi. Chunki tashkilotlarning hammasi kunduz 7 soat ishlaganligi uchun bizning shuning vaqt chiqarishimizga to'g'ri keldi. Bu munosabat bilan xizmat heyet a'zolariga nihoyatda qattiq besim bo'ldi. Chunki xizmatni vaqtida ko'rishgan vaqtda qilmasak xizmatlarimiz chekinib ketdi. Lekin bu xizmatlarni vaqtida o'rinlash uchun tashkilotning xizmatlarini bir qism heyet a'zolarimiz o'zininki ishlayotgan idoralardan tanbeh olgan, xizmatdan to'xtatgan ahvollarmi ko'rildi. Albatta qo'lni kesmay turib qon chiqmaydi degandek, bizning tirishchanliklarimizning orqasida nurg'un kishilar bildigan ham bilmaydigan qiyinchiliklar bor. Uningdan boshqa biz jamoatga tayinib olmaslik uchun ayni vaqtda boshlagan chog'da har bir kishi 500 krondan komitetning chiqimini heyet a'zolari o'zi ko'tarib bir yildan ortiq tirishchanlik bilan xizmat olib bordik. Keyin uni 200 kronga tushirgan bo'ldik. Shundaqla jamoatdan oyda 100 kron Uyg'urlik badallaqi, keyingi vaqtlarda u badallaqini a'zolik badali deb o'zgartib hozirgacha yig'yapmiz. Buningga jamoatning qo'llashi nihoyatda yaxshi ketib bordi. Ham yig'ib kelsam, ham tashkilotningki sistemlashtirish xizmati muvaffaqiyatli tugatgandan keyin yerlik tashkilotlar, shundaqla kishilik huquq tashkilotlari va siyosiy partiyalar bilan bo'lgan xizmatni quyuqlashtirib, buni uzun mezgillik do'stlik munosabatiga o'rnatdik. Hozir bu xizmatlarimiz nihoyatda yaxshi ketyapti. Buning ichida RAFTO, Norvegiya qalamkashlar jamiyati, Helsinki komiteti qatorliq 7-8 tashkilot bor. Bular bilan kundalik aloqamiz bor. Bundan boshqa Xitoyga qarshi bo'lgan tashkilotlardan Tayvan, Hong Kong, Tibet komiteti qatorliq yaqinda yana bu Vyetnamdagi bir tashkilotlar bor. Shu tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik xizmat qilib ketyapmiz. Bizniki bu tashkilotlarniki har ayrim odam chiqargan ayrim komiteti bor, 3-4 tashkilotniki. Bu xizmatlar nihoyatda yaxshi ilib berilib ketyapti. Keyingi bu Xitoy vabosiniki sababidan bir mezgil xizmatlarimiz keyingi chekingandek yoki to'xtab qolgandek ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin bizniki siyosiy xizmatlarimiz, ya'ni tashkilotlar va hukumat bilan bo'lgan xizmatimiz izchil davomlashib ketyapti. To'lisi xat aloqa va to'lisi maxfiy uchrashish bo'ldi bu xizmatlar, hamda jamoatga oshkorlanib ketmaydi. Xizmatlarimiz nihoyatda yaxshi, lekin bu xizmatlarniki oqida o'sha heyet a'zolarimizning oila tavobatlari, shundaqla jamoatimizning bizni zich yaqindan qo'llab kelayotganligidan ayirib qaralmaydi. Shuning uchun men Norvegiyadagi barliq jamoatimiz, shundaqla heyetlarimizdanki oila tavobatlariga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarning tashkilotingiz tashkilotchanligi, ya'ni vaqt sarf qilishi,
işçiden bir təşkil bulup bu xizmətni qilishimi nihoyatda natijali bo'libdi. Siz degandek hamma shu tashkilot a'zolariga, oilasiga men bu yerda bir rahmat aytaman. Rahmat. Sizlar bayram siz başta so'zlab o'tgandek Uyg'ur adliya arxiv ombiri qurib chiqdinglar. Bu nihoyatda yaxshi ketyapti deb o'ylayman. Buni nima maqsadda qurdinglar, qachon, qanday qurdinglar? Bu arxivlar degan yerga toplam baramdı, vaqtida baramdı. Hamda biz Uyg'ur jamoati bo'lib sifatimiz bilan sizlar bilan qanday hamkorlashib bu xizmatni yaralaymiz. Bu to'g'ri azroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Buldu rahmat. Uyg'ur adliya arxiv ombiri abay degandagidek 2017 yildan boshlangan bir Uyg'ur sarxillarininki tizimligini, ya'ni arxivini turg'izish turi bilan boshlangan. O chog'da o'zimizning qiziqishi sababidan Uyg'urlarga eng kerakli uchurlarni toplaydigan Uyg'ur arxiv ombiri deydigan bir nishon bilan ko'zga yo'lga chiqqan to'xtamiz. Ayni vaqtda bizniki bir aniq nishonimiz yo'qdi. Faqat Uyg'urlarga munosabatli barliq uchurlarni yig'adigan ham uni eng tez suratda munosabatli o'rinlarga yetkazib beradigan lozim bo'lsin. Shundoq bir nishonimiz bordi. Keyin bu Uyg'ur sarxillarininki bo'lgan siri zo'r ko'lamda tutilishi ham bu lager masalasining kelib chiqishi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu maxsus bir arxiv turg'izishni chaqiriq qildi. Biz ayni vaqtda bu xizmatni ishlayotgani xeyli bo'lgan vaqt, uning ustiga biz bir qism tajribalarimiz bor. Ham sistemini biz allburun qurib bo'lgandik. Bizningki Norvegiya Uyg'ur komitetininki sekretari Odiljon kompyuter programmasini ishlaydi, programmer hamda. Shunday bo'lgandan keyin bizniki biz tashkilotimizning bir ortiqchiligi bor. Shu sababdan biz bu xizmatni men Do'lqin Aysa apandidan bevosita talab qilib oldim. Shundan keyin bir mezgil Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur tashkilotlari bilan nihoyat cho'ng ko'lamda tashviqot olib berib, o'sha oldida nomsiz mahbuslar, undan keyin Uyg'ur sarxillari, Uyg'ur diniy o'limalari qatorliq nomlarda bir necha qitim zo'r ko'lamda tashviqot ilib berib arxivni kengaytdik. Bu oraliqdan bir yildan ortiq vaqt o'tdi, 2 yilga yaqin. Lekin oxiriga kelgan chog'da bu xizmat lagerlarning ko'lamininki zo'rayishi, shundaqla tutilgan odamlarniki nihoyat zo'r sonda bo'lganligi uchun ishdan sirtqi qildigan bir xizmatlik chekidan allburun eshib ketdi. Shu sabab bilan biz vaqtimiz yetishmaganligi uchun Amerika Demokratiyani ilgari surish jamiyatidan xizmatimizni qo'llab berish nomida ayrim bir organ sifatida iltimos sundik Uyg'ur adliya arxiv ombirida. Hamda nihoyat nurg'un yarim yildan ortiq tekshirish, ham bizningki texnikamizni dalillash, ham bizning qilgan xizmatlarimizning nerdan nagichiligini ko'rib o'tish jarayoni orqali oxiri bu xizmat tasdiqlanib 2019 yili 7-oyning 1-i rasmiy tasdiqlanib bir Uyg'ur adliya arxiv ombiri organ sifatida xizmatga tushdi. Ayni vaqtda 2 staj batdi, hamda birisi butun, birisi yerim. Mushu 2 yil bu organ qurilish jarayonida Norvegiya Uyg'ur komitetidagi barliq hay'atlar bu xizmatga nihoyat yaqin hamkorlashib, nurg'un kuch chiqardi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nihoyat zo'r qo'llash orqali bizning tashviqotlarimizni qildi. Mushu jarayonda bu sistemimiz bo'lgan sir ko'lamlashib, hamda keyingi bir yilning ichida biz 2 qatim o'zimizning nomida raport chiqardik. Birisi yarim yillik, birisi 1 yillik. 1 yillik raport inglizcha bo'lganligi uchun uning ustiga bizniki akademik dunyoga danqi va akademik mutaxassis bizning analizimizni yezib berganligi uchun bu xizmat bizga keyinlik surilib ketdi. Aslida 7-oyning ichida 8-oyning ichida e'lon qilinishi kerakdi. Xudoyim buyursa bu kelar hafta e'lon qilindi. Allburun bitdi, bir qayta ko'rib chiqish bosqichi turibdi.
Endi bu xizmat lager masalasi davomlashayotgani uzun bo'ldi. Zulmmu bek uzrab ketsa millatga, ya'ni shu zulm tortayotganlarga odat bo'lib qoldigan yoki shu zulm ko'nib qoldigan ahvollar bo'ldi ekan. Bir qism Uyg'urlar bu orqa pambiriningki tashviqoti ham bu guvohlik berish xizmatlaridan 360 kun chiqmaganligi uchun zerikkandek bo'lib qoldi. Bir qismlar yaqindan qo'llab hozirgacha yaqindan qo'llab kelyotidi, bizning xizmatimizni qo'llayotidi, lekin chiqargan kuchimizga qaragan chog'da erishgan natijamiz nihoyatda oz. Bizning deyotgan 3 milliondan 5 milliongacha deyotgan bu lager mahbuslari amaliyotda biz u darajada orqadan turg'izib bo'lolmadik. Anandan keyin yana bir narsa Uyg'ur tashkilotlari shundoqla Uyg'ur aktivistlarniki har yerda bu xizmatlarni qilishi bizga bir qism xizmatlarniki bismini paydo qildi. Lekin bu uchurlar bir yerga to'planish nihoyatda osti bo'lyotidi. Bo'lsa shu xizmatlarniki hammasi bir o'ringa to'plansa, bir o'rindan butun xalqaro tashkilotlarga bir bevosita berilgan bo'lsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Lekin uchurlar har qaysi yerlarda tarqoq ayrim saqlanayotganligi uchun statistik qilish, buni xotirlash ham bu uchurlarni dal vaqtida xalqaro jamiyatlarga ta'minlash bir qism qiyinchiliklarni tug'dirdi. Shundaqdimi ko'p qism o'rinlarniki bunday aytgan chog'da 90% ortiq Uyg'urlarda bu uchurlar bizni saqlanayotidi. Buning uchun barliq jamoatga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizningki amaliyotda Uyg'ur adliya arxiv pambiriniki nishoni Uyg'ur uchur arxivlarni jiqqandan boshqa shuning bilan shug'ullanadigan tashkilot va shaxslarga osonlik tug'dirib berish. Masalan, sistema bor dedik. Bu sistema nihoyat murakkab ham nihoyat cho'ng. Biz amalda sifirlashgan sistemani bizniki shu xizmatni qilayotganlarga ta'minlab berish. Bizniki bunday aytgan chog'da sistemamiz bir necha qatim tashkilotlarga, shaxslarga shu to'g'risida o'zligidan to'rda tizimlaydigan, tizimlikni o'zligidan statistik qilib chiqaradigan sistemalarni ta'minlab berdik. Lekin bu ta'minlash berilgan bo'lsa, ishlatish toza ko'ngildagidek bo'lmayotidi. Bo'lsa, agar biz bilan aloqa qilishadigan yoki bu sistemani kengaytirishga tirishadigan yoki biz bilan hamkorlashishni xohlaydigan kishilar bo'lsa, yoki o'zining xizmatini qanday qilib bunday aytgan chog'da digitallashtirishni, osonlashtirishni, ishxonasini yoki xizmatini avtomatlashtirishni xohlaydiganlar bo'lsa, biz o'zimizning texnikasini shularga berish orqali ularning xizmatini texnik osonlashtirishga tirishimiz. Ya'ni Uyg'ur adliya arxiv pambiri faqat tashviqot bilan shug'ullanadigan emas, tadqiqot bilan shug'ullanadigan o'rin bo'lganligi uchun bizning bir qism pasiv taraflarimiz bor. Hamda bir qism kishilar yoki odamlar so'raganmi bo'ldi, mush uchurlarning hammasini biz tang foydalansak bo'lmaydi deb. Amaliyotda bu yerda biz yiqqan uchurlarda faqat lagerga so'langanlarnikidan boshqa shu uchurni ta'minlaguvchilarniki oila tavobatlarning uchurlari bor. Demak, bu nihoyatda maxfiy tutishga tegishli narsa. Andan keyin Yevropa va Amerikaning shu kishilarning arxivini tutish maxsus qonuni 2 yil bo'ldi bu yo'l qo'yilyotidi. Norvegiyaniki ayrim bir qonuni bor. Bunga uchurlar qanday saqlanish kerak, kishilarniki uchurlari u qanday bir taraf qilinish kerak degandek. Ya'ni biz to'g'ri ulanmaydigan bir sistemda u narsalarni saqlashimiz kerak. Bu keyingi vaqtlarda shu hakerlarniki, nihoyat donliq shirkatlarniki abonentlarniki uchurlari o'g'irlanib ketgan masalalar ko'rilyotidi. Shunga nihoyat qattiq diqqat qilamiz. Shundaqla bu uchurlarning sirtqi ketmasligining oldini olish uchun biz statistika natijasini xalqaro jamiyatlarga, tashkilotlarga beramiz, lekin kishilarniki arxiv uchurini biz berishga bo'lmaydi. Chunki bu necha ming odamning uchuri sirtqi chiqib ketsa bo'lmaydi. Ham buniki bexatarligiga qonun bo'yicha kafolatlik qilish kerak. Shu vajdan bo'lmay qolgan bo'lsa-mu, lekin bizniki sistemli xizmatimiz
hem onundan erişken neticeler nihoyatda yaxshi bo'lyapti, hem e'tirof qilishga erishyapti. Sizin hazır deginizde bu arxivlar yetadigan yerlerge yetti mi yani sizler berdinlarmı şu yetadigan organlarga? Albatta bizningki Dunyo Uyg'ur qurultoyi orqali hamma o'rinlarga taqiqlanyapti. Masalan, kishilik huquq tashkilotlari, inovatli kishilik huquq tashkilotlari, shundoqla bir qism davlatlarning tashqi ishlar ministrliklari, masalan, Norvegiya, Germaniya, Amerika qatorliq o'rinlarga bizningki shu sistemimizningki arxiv biri topshirildi. Uningdan boshqa o'tganda balkim barliq Uyg'urlarning xabari bor. Cenverdeki Uygur e, Çedir yaptılығы. Muşu hizmetimi Dolqun Eysa Efendi bilen Rişat Abbas hakimiz bizdeki uçurumuzni görüşken her qaysi teşkilatlarınki rehberleri şundaqla her qaysi devletinin münasebetli kişileriga şu bir hafta jarayonida taqib berdi bizga hamkorlashib. Yani bizniki siyosiy jihatdan qilayotgan yoki tashkilotlararo bo'layotgan xizmatimiz nihoyatda yaxshi ketyapti. Biz bundan rozi. Köp rahmet. Bilişimce siz vatanda advokatlık kasbini okugan. Muşu advokat kasbida okuş jarayonida advokatlık bir dalil isbotni paketlar bilan masalalarni o'ttirib qo'ydi. Siz o'zingizning jamiyatning raisi bo'lib chiqdingiz ham o'zingizning xizmatdagi shu alayliklarınız bilan hozirgi butun dunyodagi Dünya Uyghur Kurultayı başlık barlık teşkilat yoki şahsen ilip beriyotgan şu davayımızın dünya anlatılan Uyghur meselesinde anlatı tutkan yılsızlıkça yani bazı bir yani toluqlaydigan yerleri var mı öz kasbınız bilen dava yolu hizmetleri tecrübelerinizi qarab bu doğru bir söz bergen bolsunuz. Albatta bizningki bir gapimiz bor. Mükemmellik faqat Allohga xos deydigan. Biz unchalik Dunyo Uyg'ur qurultoyi bo'lsin, boshqa tashkilotlar bo'lsin, unchalik mukammal darajada qilib ketgan bo'lishi notayin, lekin kesib aytishga bo'ldiki, tashkilotlar ko'p qism tashkilotlar nihoyatda yaxshi o'zining barliq tirishchanligi bilan xizmat elib berib kelyapti. Buningdan barliq tashkilotlardan jamoatchilikni rozi deb qarayman. Hamda bir qism kamchiliklar bo'lishi mumkin. Çünkü bu siyasi hizmet nurg'un qiyinchiliklar bor. Bunun içi kirgan odam bildi. Mesela meyli BDT bo'lsin, Yevropa Birligi bo'lsin yoki yerlik davlatlarniki hukumat aparatlari bo'lsin, 4 yilda yoki ba'zilari hatto 2 yilda almışıp turdi. Bu almashgandan keyin bu munosabat uzildi degan gap, buni yana qaytadan boshlashga to'g'ri keldi. Hem de her qatim başlagan çağda nölden başlaşıp doğru keldi. Çünkü bütün adam almışıp ketkendan keyin sizni tanımaydı hech kim. Bunu yana qaytadan başlaysınız. Yeni adamlar bilan yeniden tanışıp, ba'zilariniki mijaziga kirishib, ba'zilarining tashkilotlariniki alohida qarab degandek xizmatlaringizni davomlashtirib mansız. Shuning bu ilqi mangulik tiksizlik bo'yicha o'rlaydigan bir xizmat emas. Doim tushidi, chiqidi degandek nihoyatda mushkul bir xizmat. Şunun bunun təsdiq dərəcəsi nihoyatda ağır buldu. Onun üstü bizning Uyg'urlarning beshiga kelayotgan hozirgi zulm boshqalarniki o'ylash, ya'ni hazm qilish iqtidoridan nihoyatda eshib ketgan. Buni ya'ni bir davlat yoki masalan Amerikani o'z yolg'iz qilib ketganligidek yoki Xitoyga qarshi turganligidek darajada emas. Cho'qim hamkorlik ham birlashib hal qilishga to'g'ri keldi. Unda aytgan chog'da devletler öz aldığı kılanmagan takdirde bir Uygur teşkilatınınki yoki bir neçe Uygur teşkilatının bu hizmetini unchalik çoğun derecede epkitelishi nihoyatda tez bir hizmet. Andan keyin yana bir mesele teşkilatlar bütün kuchi bilan xizmat qilyapti. Biz tirishyapmiz, lekin har qatimla xizmatninki darajasi o'rlagandan keyin bir mezgil bunu yana bir baldoq o'rlatish uchun nihoyatda zo'r kuch sarf qilishga to'g'ri keldi. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultoyining o'zini misol olsak, keyingi shu 4 yil jarayonida qayta o'zini o'zgartib, yuqori pallaga o'rlayotdi. Lekin bu xizmatlar har qatim bir pallaga o'rlagandan keyin
yana bir pallaga o'rlitish uchun nihoyatda zo'r kuch sarf qilishga to'g'ri keldi. Shuningga bu nihoyatda tas ham murakkab bir ish, ham odamniki uning ustiga bu siyosiy xizmat nihoyatda nurg'un taraflarga chetildi. Bu kishilarning siyosiy jihatdan boshqa psixikasi, iqtisod qatorliq dunyodagi eng mukammal mush kasblarga chetilishchanligi bo'lganligi uchun iqtisodi bo'lishi kerak, psixik jihatdan nihoyatda kuchli bo'lishi kerak, ham boshqalarning psixikasini tushungan bo'lishi kerak bizniki siyosatchilarimiz. Buningdan boshqa shu siyosiy jihatdagi mo'l tajriba ham xizmatlarniki unimiga qarata ish qila oladigan bo'lishi kerak. Shuningga buni mukammal deyishga bo'lmasmi butun kuchi bilan xizmat qilib ketyotdi deb qarayman. Hamda biz yana bir qadam yuqori o'rlishimiz uchun hozirgidan bizga bir yangilik kerak. Bu yangilikni hammamiz o'ylashyapmiz. Yangi fikrlar, yangi iqimlar chiqyotdi, lekin haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur davosini yana bir baldoq yuqori ko'tara oladigan mushu vaziyatdan foydalanib o'zimizga manfaat ola oladigan bir yangicha usul menimcha hozirning o'zida yo'q bo'lishi mumkin, lekin bu uzoq bo'lmagan bir kunda bizniki sarxillarimiz tarafidan tepib chiqildi deb qarayman. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultayining boshchiligida 70 tashkilot nihoyatda zich uyushib siyosiy xizmat berib kelyapmiz. Shuning uchun bu kunlarga uzoq qolmaydi deb qarayman. Ahırda bütün muhaciratdaki Uygurlarımızga, yaşlarımızga, çoğunlarımızga deydiğen yürek sözleriniz olsa programımız şundan keyin ahırlaştırsa. Mening yurek so'zlarim bakchiq. Qisqartib dey. Da'vo nihoyatda keskin bir vaqtda ketyotdi. Bu barliq Uyg'urlarda nihoyatda cho'ng sabrchanlikdan boshqa tirishchanlik talab qilyotdi. Bizniki shu hozirgi fursatimiz qo'ldan ketib qolsa, balkim nihoyat uzun mezgilgacha hozirgidek bir sharoitni qaytadan yetildirish tez bo'lishi mumkin. Shuningga hozir cho'nglarimiz o'zining kuchi orqali qo'ldan kelishicha tirishchanlik qilyotdi, lekin bizning orqamizda kelayotgan yoshlar yetarli emas. Bir qism nihoyatda ilg'or yoshlar chiqib xizmat qilyotdi, lekin soni nihoyatda oz deyishga bo'ldi. Shuning uchun yoshlarniki texmi ko'proq siyosiy safga qatilib Uyg'ur davosi uchun o'zining to'pisini qo'shishni umid qilaman. Bu shundoqla barliq cho'nglarning umidi deb qarayman. Bundan boshqa shu chiqayotgan yoshlarmi bizniki mo'ysibitlarimizni, bizniki oldimizdagi yo'lboshchilarimizni chetga qoqmay, ularning qilayotgan xizmati nihoyatda uzun, ular nihoyatda noldan boshlab bunday aytgan chog'da o'zining iqtisodiy, o'zining kirimi, o'ziniki mol bisot orqali hozirgi kunga kelganligi uchun ularning xizmatini qo'llab, shular bilan tang hamkorlashib xizmat ilib borsa, bu xizmat qayta noldan boshlanmay, shu davomlashib kelayotgan da'voning sepiga qo'shilib tang bu da'voni kuchaysa deb qarayman. Meniki ko'ngil so'zimiz. Köp rahmet. Əmsə sizin barlıq işlərinizə, Nurugiya Uyğur Cəmiyyətinin barlıq işlərinə, Uyğur Ədliyyə Arxiv Anbarının barlıq işlərinə utuq diləyəm. Vaxt çıxırıb bu proqramğa qatnışmağınız köpdən köp rahmet. Əmsə yolunuz olsun. Hazırca Allah'a emanet. Rahmet. Sizin verginize rahmet. Hoş, Allah'a emanet. Allah'a emanet.